Assalomu alaykum. Men bu aksiya bo'yicha botga tushunmayapman-da. Keling, men o'zim sizga tushuntirib beraman. Oson. Sizlarga ham bot tushunarsiz bo'lyaptimi? Unda hozir botga kirib tushuntirib beraman. Hozir mana sizlarga oddiy flyer bo'yicha QR kod orqali o'tishni ko'rsataman. Oddiy skaner yoqdik. QR kod. Перейти на сайт. Bu yerda перезапустить. Ikkita til bor, tanlaymiz. O'zbek tili. Keyingisi raqam ulanish bosamiz. Avtomat tarzda ulanadi. Keyingisi qismimizni kiritamiz. Ketdi. Ikkinchisi manzil tanlaymiz. Viloyat, shahar. Toshkent shahrini tanlaymiz. Keyingisi tuman. Mirzo Ulug'bek o'z tumanini tanlaymiz. Keyingisi ish, kasb tanlasa bo'ladi. Bu yerda juda ko'p ko'rib turganingizdek, juda ko'p kasblar bor. O'zingizga munosib tanlab olasizlar. Men endi santexnik bo'lmaganim uchun boshqa kasb tanlayman. Keyingisi bu ish tanlasa bo'ladi, ikkita kasb tanlasa bo'ladi. O'zgartirish imkoni bo'lmaydi. Lekin ikkita kasb tanlasa bo'ladi. Bu yerda qo'yamiz, ha deb qo'yamizda, keyingisi o'zimizga to'g'ri keladigan kasb tanlashimizga ishlab chiqaruvchini tanlaymiz. Ishlab chiqaruvchi tanlaymiz. Keyingisi sizlarga tavsiya qilaman, o'qib chiqish aksiya shartlarini yuqorida bo'l 20-25 aksiya shartlari yozilgan, ichida o'qib chiqsanglar, hammasi chiroyli yozilgan. Qaysi mahsulot o'ynayapti va balli qanaqa kiritishlari ichida yozilgan. Keyingisi o'qib chiqqandan keyin tanishib chiqdim, rozimanni bosasizlar. Roziman bosganingizdan keyin aksiyaning ichidagi hamma shartlarga rozi bo'lasizlar. Keyingisi bu yerda aksiya shartlariga bossangiz, ichida chiqadi. Ushbu qo'llanmani o'qing degan joyda kirsanglar, aksiya yuqorida bo'l 20-25 aksiyani xuddi boyagi o'qigan shartlar bo'ladi. Ikkinchisi aksiyada ishtirok etgan mahsulotlarga beriladigan ball. Bu ham juda qiziqarli narsa. Ichiga kirsanglar, qaysi mahsulot necha ball beriladi? Midday isitish qozon, kengaytiruvchi bak, vero suv nasoslari. Hop. Ko'rib turganingizdek eng katta ball midday isitish qozoniga beriladi. 34 kilovattligi 191 ball. Eng kichkina ball vero suv nasosiga beriladi 25 ga 47 ball. O'zingiz sekin tanishib chiqsangiz bo'ladi. Keyingisi promokod kiritish uchun promokod kiritish tugmasini bosasiz, bu yerda promokod kiritasiz. Menda promokod yo'q bo'lgani uchun men kiritmayman. Keyingisi ballarni ko'rish uchun mening ball tugmasini bosasiz. Mening ball bu yerda sizni ballingiz chiqib keladi. Menda ball bo'lgani uchun 0 ko'rsatadi. So'rlar katalogi tugmasini bosganingizda, bu yerda ko'rganingizdek katalogda juda ko'p narsa bor. Trekker mashina ham bor, sharmashey ham bor, telefon, notebook, sumka, futbolka va barcha santexniklarga kerak narsa, ustalarga kerak narsalar katalog ichida bor. Keyingisi internetdagi sahifalarimiz. Bularga bemalol kirsanglar bo'ladi. Instagram, YouTube, TikTok, Telegram. Obuna bo'ling. Ko'p yangiliklarni o'sha yerdan ko'rasiz. So'zlamalarga o'tadigan bo'lsak, so'zlamalarda faqat til o'zgartirsa bo'ladi, boshqa yangilik yo'q. Ortga chiqamiz. Keyingisi qo'llanma. Agar botga kiradigan bo'lsangiz, bot Power Fitting uchun, ro'yxatdagi boshqa mahsulotlar uchun. Hamma narsani ichiga kirib ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Bu Instagramga bilan sahifaga o'tadi. Agar yana savollar bo'lsa, botda ko'rsatgandek adminga bog'lanish tugmasini bosib aloqaga chiqing.